Bir odamni qo'l soati bor ekan. Soatini yo'qotib qo'ydi. Yo'qotib ham somonxonasi bor ekan, somonxonaning ichida yo'qotib qo'ydi. Endi somonxonaning ichidan qo'l soat topishdi ekan. Endi juda qimmat emas ekan soat, lekin juda bir o'zi hurmat qilgan, o'zi yaxshi ko'rgan odam hadya qilgan soat ekanda endi. Esdalik bo'lib qolgan. Tinch topa olmasdan qarasa, ko'chaga chiqsa ko'p yosh bolalar o'ynayotgan ekan. Haligilardan iltimos kirib soat yo'qotib qo'yib topib bersang mukofot beraman. Qiy-chuv qilib rosa istash topshaman. Hammasi chiqib ketgan ekan, endi nomi to'lib ketaman deb tursa bir kichkinagina bola aroqini nozikkina ko'zani taqqan bir bola ekan. Kelib, "Tog'ajon, menga ham bir imkoniyat bering, men ham bir istab ko'ray" debdi. "Ben bo'pti, istasang ista" debdi. Ali bola somonxonaga kirib ketdi. Bir pasdan keyin soat ko'tarib chiqdi. Bana soat dedim. "Yo, qanaqa topding" desa, "Nima qilding" desa, "Hech narsa qilmadim. Hech narsa qilmadim." Tek jim o'tirib eshitdim. Jim o'tirib quloq soldim. Soatni chiqillagan yerini eshitib, shundan borib topdim. Ya'ni mana shu g'ala-g'ovur, to'polon, janjal bilan bir masala yechilmas ekanda. Vaqtiki haqiqatni topaman desangiz, eshitishni ham bilish kerak. O'sha